Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va bugun biz yana bitta ajoyib video olamiz. Sizlar esa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu juda ham muhim. Xullas biz videoni boshlaymiz. Qani let's go. Xullas kalam mana bu ko'rib turganingizdek qizil chiziqni qaranglar, mana yaxshilab qaranglar. Bu qizil chiziq. Buning nomi qizil chiziq deyiladi. Xullas kalom bizga bitta obunachimiz challenge yozgan ekan, osmonda qizil chiziqda omon qoling deb. Endi esa biz shuni reallikka aylantiramiz. Ya'ni do'stlar, buni biz bajaramiz. Agar sizda ham qandaydir challengelar bo'lsa, albatta kommentga yozib qoldiringlar. Biz esa videoda davom etamiz. Mana bu sandiq bu yerda juda ham ortiqcha. Va biz endi esa yerda qayergadir qo'yishimiz kerak va mana nima bu? Qora. Короче, makka qo'yishni boshlaymiz. Beti qandaydir salqin tushyaptimi nima balo? Xullas kalom qo'yishni boshlaymiz. Menimcha men juda ham katta xato qildim do'stlar. Shuning uchun endi bu xatoni to'g'rilashimiz kerak. Unaqa yer qo'ysam, unda juda ham noqulay qolar ekan. Shuning uchun bu shaklda qo'yamiz endi. To'g'rig'i bu formatda, bu holatda, короче, endi bunaqa qo'ysak ancha osonroq, ancha kengroq joy bo'lar ekan bizda. O'zimizga foyda xullas do'stlar. Endi esa biz tosh ferma quramiz. Qanday qurish hali ham yodimda bo'lsa, bas. Agar esimdan chiqib qolmagan bo'lsa, bo'ldi. Xullas mayda tesh kerak edi menimcha. Va bu tomonga lava. Oho, mencha yorqin bu. Voy o, ko'z oldi. Bu tomonga suv. O, mana. O'xshadi. Menimcha o'xshadi. Endi esa daraxtlar o'sishini kutishimiz kerak va biz o'zimizga kirkacha qilishimiz kerak. Keyin mana bu mollarni o'ldiramiz. Undan keyin mana lava vobshe yorug'lik qilyapti. Ozgina bunday qilaylik. Ana endi ancha yaxshi bo'ldi menimcha do'stlar. Xo'sh, endi biz birinchi daraxtimizni chopib olamiz. Osmondagi qizil chiziqdagi bizning birinchi daraxtimiz do'stlar. Bizni bemalol tabriklashingiz mumkin. Rahmat. Короче, do'stlar. Endi esa biz mana barglar ham bizga juda ham kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun barglarni ham olib olamiz. Ajoyib, daraxtni ham chopib oldik barglarigacha do'stlar. Endi bu yerga mana bunday qilib ko'cha qo'yib qo'yamiz va bo'ldi. Qolgan daraxtlar ham o'ssa juda ham yaxshi bo'ladi. Biz esa mana bu narsalarimizni qilib olamiz. Xo'p, verstak. Xo'p, bizga kirka kerak va bo'ldi. Endi biz ishimizni boshladik do'stlar. Davay. Voy, qiyshiq, noto'g'ri qo'ygan ekanman. Xullas kalom, endi esa tuzatdik do'stlar. Bu safar endi ana o'xshaydi do'stlar. Bu safar bexato. Hop, qaranglar. O, mana endi ancha yaxshi do'stlar. Endi ancha yaxshi. Endi bemalol o'zimizga tosh g'amlab olishimiz mumkin. Va endi bu ishni hoziroq boshlaymiz. Endi esa o'tgan safargi qizil chiziqning birinchi qismida qanday qilgan bo'lsam, bu yerda ham xuddi shunday devor quramiz do'stlar. Bu bizga qizil chiziqdan tushib ketmaslikka yordam beradi. Kim biladi endi nima bo'ladi hozir, 5 minutdan keyin nima bo'ladi. Shuning uchun qurib qo'yamiz, ehtiyot shart. Mabodo tushib ketib qolsak, yomon bo'ladi do'stlar. Lekin bizga yana tosh kerak. Va bizning keyingi daraxtlarimiz ham o'sib qolibdi. Bularni ham chopib olmasak bo'lmaydi. Chunki bo'lmaydi-da do'stlar. Qorin ham asta-sekin ochishni boshlayapti. Qorinni ham to'ydirgani biron narsa qilishimiz kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. O'zingizlar bilasizlar do'stlar, o'zlaring juda ham yaxshi bilasizlar-ku, to'g'rimi? Menimcha bu ko'chatlardan endi foyda yo'q, shuning uchun bularni olib tashlaymiz. Bular o'smaydigan ko'rinadi bu yerda. Kasalman ko'chatmini, nima edi bilmadim, короче, olib tashlaymiz. Endi esa biz va nihoyat mana bu mollarni paydo qilamiz va o'zimizni qornimizni to'ydiramiz do'stlar.
Opa va qayoqqa qochadi hamma joy o'ralgan-ku ukajonim, ukajon. Damingni ol короче. Endi esa biz bunday pechka qilamiz va bularni pishirib olsak, mana bunday qo'yish kerak do'stlar. Endi esa bularni pishirib olsak, bizga juda ham foyda bo'ladi. Voy, bu ham juda ham yorug' ekan-ey. Bu yerda hamma narsa juda yorug' ekan do'stlar. Agar kimgadir shu Minecraft kerak bo'lsa, ya'ni shaderli Minecraft Telegram kanalimizda bor. Silkasi описаниеda bo'ladi do'stlar. Yana oqtarib so'rab yurmanglar. Просто silkaga o'tinglar. Nimaga описаниеga va bo'ldi. Hammasini topib olasizlar. Xullas kalom, endi nima qilamiz? Bu go'sht pishibdi уже mana. Hop, yoqimli ishtaha o'zimga ana bo'ldi. Endi esa nima qilamiz? Zerikdim уже do'stlar, zerikib qolyapman nimagadir. Qiziqarli challengelar yozib qoldiringlar sizlar ham. Bu ham qiziqarli, voy qiyshiq. Lekin уже zerikib qoldim. Короче, bunaqa kalta tosh qilamiz. Yarimta tosh tashlaymiz hammasini va buni atrofga qo'yib chiqamiz, короче, bunday qilib. Nimaga bunday qilganimni o'zim ham bilmayman, lekin короче nimadir qildim-da, xullas do'stlar, nimadir qilgim keldi, nimadir qildim. Bo'ldi, tamom. Xullas kalom befoyda narsa bo'lsa ham yoki foydali narsami? Короче da do'stlar, o'zlaring uchun nimadir deb qabul qilaverasizlar. Men tushunmadim короче nima qilganimni. Endi esa sizlarga hozir men chiroyli qilib uy qurib beraman, qaranglar do'stlar. Biz mana bu narsalardan olamiz, bundan olamiz va hammasi tayyor уже. Va uyimizni mana shu narsalardan quramiz. Короче, bu bizni oxirgi nimamiz bo'ladi, bajargan narsamiz bo'ladi. Xo'sh. Endi esa mana bu yerdan yoki mana bu yerdami? Maytamday qilib, короче, maytamday qo'yamiz va qurishni boshlaymiz do'stlar. Sizlar esa kuzatishda davom eting. Короче, tak bolalar, mana bu narsani oxirgisini qo'yamiz. Mana bu yerga hop va bo'ldi. Bu oyna короче, menimcha shu oynada короче bu. Nimaligini bilmadim. Oynaga uncha o'xshamadi, lekin biz uchun bo'laveradi. Короче, mana bu uy. Короче, uy tayyor do'stlar. Unaqa men o'ylagandaqa chiqmadi-yu. Lekin bizga bo'laveradi. Bor bo'lsa bo'ldi-da. Nima endi, nima? Chiroyli qilish shartmi buni? Mana yerda sandig'i ham bor. Nima deyapsizlar? Shu o'ynashmanglar, короче. Mana bunaqa yomg'irdan panalaydigan shapkachasi ham bo'ladi o'zini. Do'stlar, kepkachasi. Короче, mana va tayyor. Juda ham ajoyib bo'ldi. Vau. Mana bu yerda oyda qaranglar. Bo'ldi, qaramanglar. Короче, tak mana bu bizning uyimiz bo'ldi. Va menimcha bugunga yetdi shuning o'zi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men tug'ilgan kunimgacha 10 mingta bo'lishimiz kerak do'stlar. 10 mingtaga esa hali oz qolmadi, lekin eplasa bo'ladi. 1 oy qoldi xolos. 1 oyning ichida 10 mingta to'plab tashlaysizlar, sizlarga bu qiyin emas-ku do'stlar. Men sizlarga ishonaman. Maksimal padeshka qilib yuboringlar. Xullas, hammaga xayr emas. Ko'rishguncha.